Agar Mbappe Realga keladigan bo'lsa, Barselona bunga tayyor emas. Bunga dunyo tayyor emas. Liverpool bunga tayyor bo'lishi kerak. Chunki Vinicius va Mbappe bir jamoada o'ynar ekan, dunyoda hech bir himoya ularni to'xtata olmaydi. Bu imkonsiz. Tezkor qarshi hujumdagi Vinicius va Mbappeni to'xtatish hech bir jamoa buni qila olmaydi. Bu imkonsiz. Kim ularni to'xtatadi? Yaxshi, Araujo Viniciusni yopadi, lekin Mbappeni kim to'xtatadi? Undaymi? Oson, juda oson. U men aytgan hammasini qiladi. Birinchi mavsumdayoq 1,000,000%. U La Ligani buzib tashlaydi. Chempionlar Ligasi finaliga chiqadi. Oltin to'pni yutib oladi. La Liga to'purari bo'ladi. Chunki qo'llaringizni tushiring va bunga shubha qila ko'rmang. Chatdagi barchachilar uni yomonlashi bu jinnilik. Chunki u juda tez, to'p bilan zo'r yuguradi. Yakunlash ham ajoyib.